Partiya o'tdi. Partiya o'tdi. Omonmisiz azizim? Assalomu alaykum. Xayrli kech. Salomatmisiz? Xonadonlaringiz tinchmi? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Bugun vaqt topib, reja qilib nihoyat sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishishga ahd qildik, vaqt topdik. Hozir ham markazdaman, azizim mehr markazida. Hali uyga borganim yo'q. Foydali, manfaatli suhbat bo'lsin degan niyatda bugun shu yerda o'tiribmiz. Avvalo o'tgan bugungi kunimiz haqida aytmoqchi edim. Bugun dushanba, haftani boshi. Albatta hamma vaqtini qadriga yetadigan insonlar kabi biz ham vaqtimizni, haftalarimizni, kunimizni rejalaymiz. Bilasiz, jurnalist bo'lsam-da, psixolog bo'lsam-da, o'zimga yoqqan mashg'ulot bilan shug'ullanyapman. Bunga ham 5 yil bo'lib qoldi. Asli o'zi bu ishni boshlaganimga 10 yil bo'ldi. Bu yil Xudo xolisa dekabr oyida mana shu azizim mehr markazini 10 yilligini nishonlaymiz. Birgalashib hammanglar bilan Xudo xolisa sekin tayyorgarlikni boshlayapmiz. Bu ishim qanaqa ish? O'zingizga ma'lum, kimga ma'lum, kimga noma'lum. Hamma odamlar uzoq umr ko'rishni xohlaydi. Uzoq umr yashashni xohlaydi. Lekin hech kim qarishni xohlamaydi. Qarilikka biz bir nochorlik, bechoralik, tushkun kayfiyat, hayotdan uzilib qolish deb qabul qilamiz. Lekin tan olamizki, shaxsan o'zim ham uyimizda bobom, buvim bo'lganlarida o'zimni juda ham erkin, xushvaqt sanaganman. Chunki ular nihoyatda mehribon, fayzli, farishtali, duogo'y, ilmli, juda ham ko'p narsa biladigan, tajribali insonlar bo'lishgan. O'shaning uchun bizning mentalitetda, ayniqsa o'zbeklarda uyida qarisi bor uyi, parisi bor deyishadi. Mana shu keksalik davri uzoq umr ko'ruvchilarning boshida bor. Bundan qochish iloji yo'q. Lekin hamma gap shundaki, bu keksalik davrini kim qanaqa o'tkazadi? Hozir bugungi kunda ota-onasi bor, ota-onasi hayot bo'lgan insonlarga juda ham havasim keladi. Xususan men tengilarni ham, sinfdoshlarimni, dugonalarimni onalari, otalari hayotlari bor-dek. Ular mana 80 dan oshib 90 ga kirishgan, 90 dan oshganlari bor. Ularga juda ham havasim keladi. Keksa odam qanaqa odam? Keksa qatlam xuddi bolalar qatlami yoki nogironlar qatlami kabi jamiyatni zaif qatlam hisoblanadi. Ya'ni imkoniyatlari cheklanib borgan sari zaiflashib borayotgan qatlam hisoblanadi. Nafaqaga chiqmasimdan avval, ya'ni mana 10 yil avval shunaqa keksalar uchun xursand bo'ladigan, ko'ngil yozadigan, suhbatlashadigan, chaqchaqlashadigan, o'rni kelganda hasratlashadigan, dardlarini bo'lishadigan joy bo'lishini xohlagan va shu yo'lda harakat qilganman. Ijaraga joylar olib ishlaganmiz. Men bilan birga ishlaganlar biladi. U paytda televideniyada parallelni ishlardim, ko'rsatuvlar qilardim, lekin mana shu ishtiyoqimni yoshlar hali nafaqaga chiqmasimdan boshlab shu ishni boshlaganman. Menga qatnashganlar, meni bilganlar bilishadi, bundan xabarligi bor.
Shuning uchun hozir ayni damda o'zimga juda ham ma'qul bo'lgan mana shu ish bilan shug'ullanaman. Buni biladiganlar bor, endi bilmaganlar endi sekin davramizga qo'shilayotganlar uchun aytib turibman. Lekin o'ylaymanki bizani maskan haqida so'raganlar, qiziqayotganlar ko'p. Kimlar bilandir gaplashib qolsak aytishadi, voy nega reklama qilmaysizlar, nimaga yaxshilab reklama qilmaysizlar, rosa joy ekan-ku degan gaplarni gapirishadi. Shuning uchun hozir aytib ketmoqchiman. Bu xorij tajribasida juda ham ommalashgan, xususan Yaponiyada Okinawa orolida uzoq umr ko'ruvchilar yashashadi, 100 dan oshishadi, 120, 130 ga hatto chiqishadi. Yana yurtimizda shunaqa joylar borki, u yerdagi insonlar ham uzoq umr ko'rishadi. Mana birdan bir orzuyim bizni mehnatkash, zahmatkash, bolajon, jonkuyar, mehr oqibatli bo'lgan o'zbek xalqimizni ham uzoq umr ko'rishini xohlayman. Yoshlik, bolalik juda ham tez o'tib ketadi va nihoyat inson mehnatlarini samarasini ko'radigan davrga yetib keladi. O'sha davrda ayniqsa maza qilib yashash kerak. Alhamdulillah deyman, alhamdulillah bizning millatimizda kattalarga hurmat juda ham katta. Yosh kattalarni, ulug'larni hurmat qilishadi. Ularni ko'nglariga yoqadigan hamma narsani muhayyo qilib berishadi, xususan farzandlar, nabiralar. Lekin mana bugun bizning markazimizga o'zi bir 10 kuncha biz ta'til berdik, sabab issiq bo'ldi. Onaxonlar uydan chiqmay qo'ya qolsin, ehtiyotlarni qilsin deb o'zimiz ishlamadik. Lekin bugun ishladik. Bugun yangi bitta onaxon keldilar, 74 yoshda ekanlar. Juda ham ko'rkam, juda ham chiroyli. Men doim aytaman, bizning o'zbek ayollari ham, o'zbek erkaklari ham, umuman millatimiz juda ham ko'rkam, juda chiroyli. Va savlat, qoshlariga o'smalar qo'yib olgan, shunaqa chiroyli bir onaxon keldilar, birinchi marta kelishlari. Ular bilan gaplashganda afsus yonimda telefonim yo'q edi, hamma narsani qo'yib birma-bir gaplashaman, hol-ahvol so'rashaman. Ana o'shanda o'zlari aytib berdilar. Xudoga shukr, juda ham go'zal hayot kechirdim. Turmush o'rtog'im juda izzat-ikrom qildilar. 5 ta farzandim bor, 2 o'g'il, 3 qizim bor. Hammalari mehribon, biri kelib, biri ketadi. Nima yeysiz, nima kiyasiz, xatga olib boraylik deyshadi. Hammasidan xursandman, lekin uyda zerikaman. Shunda o'zimga mos odamlarni xohlayman. Shuni bilib kelinim meni shu yerda kuzatib borar ekanlar. Onajon, siz o'sha yerga olib boraman dedilar. Keyin uyda birga turadigan bu katta kelinlar aytgan ekan, uyda turadigan o'g'illari, "Yo'q ona, bu endi sizga noshukrlik bo'ladi, to'qlikka sho'xlik bo'ladi. Shuncha sharoit qilib bersak ham nimaga siz yana qatlaga shunaqa joyga boraman deysiz? Qanaqa joy o'zi? Siz ular bujonlar bog'chasi debdilar-da. Asli bizada Azizim mehr markazi, lekin bujonlar bog'chasi deb nimaga aytishadi? Tushunarli bo'lishi uchun. Bizning ish formamiz xuddi bog'chaga o'xshaydi, bolalar bog'chasiga o'xshaydi. Ya'ni onajonlar ertalab kelishadi, nonushta qilishadi, mashg'ulotlar o'tamiz, tana va ruh salomatligi uchun mashg'ulotlar o'tamiz. Peshinda yana taomlanamiz, ertalab nonushta qilamiz, yana birga bo'lamiz. Hammasi mana shu keksalik davrini sog'lom, baquvvat, hayotga zavqli o'tkazishga xizmat qiladi. Bu yerda bizni mana bir 10 ga yaqin jamoamiz bor. Bularning xizmatidan, lutfidan tashqari onajonlar kelib bir-biri bilan tanishadi. O'sha o'zini qarindosh urug'i, bor bo'lsa kursdoshlari, sinfdoshlari va hokazo tanishuv davralaridan tashqari bu yerda yangi dugonalar orttirishadi. Ular o'zi tengi bo'ladi. O'shanga o'g'illarga shunaqa tushuntiribdilar. Men o'zimdagi odamlar bilan gaplashib kelaman. Bu unaqa qariyalar uyi yoki yomon joy emas deb tushuntirsalar, o'g'illari ham qiziqibdilar. Endi ijtimoiy tarmoqlardan qarabdilar-da. Keyin ko'rsatibdilar. Azizim mehr markazi shu yerda aytyapsizmi, oyijon desalar, "Ha, mana shu yerda buni oti boshqacha ekan-ku" debdilar. Keyin endi bu joylar bog'chasi deyshadi-da deb xullas kalom kelibdilar. Juda ham xursand bo'lib ketdilar. Ularning kelganlariga men ham xursand bo'ldim. Boshqa onaxonlar ham dugona bo'lib olishdi, gaplashdi. Shunda men aytaman hamisha, aytamanki, kabutar bo kabutar degan maqol bor forslarda. Ya'ni hamma o'z tengi bilan maza qiladi. Shunda esladim, men ham radioda ishlaganimda, televideniyada ishlaganimda dugonalarim ko'p kelishardi. Shunda onam rahmatli kirardilar, bitta fotiha o'qib chiqib ketardilar.
shunda ular ham aytishardi, o'zim ham aytardim, opa deymiz Toshkentda, opa o'tiring biz bilan o'tiring desa, yo'q sizlar bemalol o'zinglar gaplashib o'tiringlar deb chiqib ketardilar. Keyin norozi bo'lib e'tiroz bildirsam aytardilar, Umida yoshlarni o'zini gapi bo'ladi, bizadagi kattalarni o'zimizning gapimiz bo'ladi, nima qilaman sizlarni oldinglar, man fotiha berdim, so'rashdim bir sidra, bo'ldi endi o'zinglar bemalol gaplashib o'tiringlar deb chiqib ketardilar. O'shanda tushunganmanki, odam o'zi tengisi bilan maza qilar ekanda, o'zi tengisi bilan gaplashar ekan, suhbatlashar ekan, maroq olar ekan, maza qilar ekan. Shuning uchun bizada o'zbeklarda ayollar ayniqsa boradigan joylari o'sha qo'l barmoq sanarli joylar bo'lsa, qarindosh urug', to'y to'rkun, shu gap endi hozir umra birodarlar, haj birodarlar, undan ham tashqari boradigan joy bo'lishi kerak degan fikrda edim. Shuni maqsadida mana shu joy tashkil qilganmiz. Xo'p, mana hozir sekin kelyapti, savollar kelyapti. Savollarga javob berishdan oldin shuni aytmoqchi edim. Mana hozir bittasiga ko'zim tushdi, xotiram juda ham past, boshim ko'p og'riydi, shunga maslahat bera olasizmi? Hamma masalaga aslida javoblar bor, hamma savolga javob bor. Bular hammasi ilmiy javoblar, hammasi tajribali insonlarni, mashhur olimlarni tadqiqotlari natijasidagi javoblar. Biz bu yerda shu onajonlar bilan shug'ullanayotganimizda ilmiy asosda mashg'ulotlar olib boramiz. Xususan mana shu xotira haqida ham, xotira masalasida ham juda ham ko'p mashg'ulotlar o'tamiz. Va ular har mashg'ulotlar o'tgan sari xotiralari yaxshi bo'lsa, ko'zlari chaqnaydi, yuzlari yorishadi. Umuman biz juda ham yaxshi ko'ramiz, kelgan onajonlarni erkalatamiz. Bitta maqsadimiz bor, ular uzoq umr ko'rsin. Hamma uyi chirog'i, quyoshi bo'lgan onajonlar, otajonlar ham uzoq umr ko'rsin. Endi ertasi faqat ayollarga ochdingizmi deb, hozircha biz faqat ayollarga ochganmiz. Erkaklar uchun ham ochish niyatimiz bor. U navbati bilan bo'ladi. Salom berganlar hammasini ko'ryapman va alaykum assalom. Salomat bo'linglar. Hammanglarni e'tiboringlarni tortib, vaqtinglarni olayotganimdan va siz e'tibor berib, himmat qilib bizga e'tibor qaratganingizdan minnatdorman. Bizani kuzatganingizdan ham minnatdorman. Endi xo'p desanglar, bu jonli efirga ancha o'ylab yurdim, haddim sig'mayotdi, jur'at qila olmayotdim. Endi qarasam bu zarurat ekan, chunki savollar ko'p, javoblar har xil bo'lyapti. Agar siz ishonib bizga, ilmimizga, tajribamizga, xolisligimizga, samimiyatimizga ishonsangiz, biz hammasiga imkonimiz darajasida savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Va shuning uchun aynan har dushanba, eslab qoling, soat mana shunaqa 9 dan 10 gacha jonli efirda javob beraman. Yana bitta taklifim bor edi. Har xil yoshdagi odamlar yozyapti. Mana har xil o'qiyapman takliflarini, savollarini. Buni har biriga bittadan javob beraman desam, qanaqadir izchillik bo'lmaydi deb o'ylayapman. Shuning uchun boshidan biz fikrlashib, maslahatlashib oldik jamoamiz bilan. Kelinglar, savollarni hammasini anaqa guruhlarga bo'lamiz, temalarga bo'lamiz. Ya'ni bitta dushanbada masalan o'sha farzand tarbiyasi, o'smirlar tarbiyasi, hozir bu juda ham dolzarb masala. O'zim uyimda ham o'smir nabiralarim bor. Ularni ruhiyati, ularni motivatsiya berish, qiziqtirish bir narsaga, yo'naltirish bu juda ham katta masala ota-onalar oldida. Bobo buvilar oldida ham. Kelinglar bir kunga kunimizni shunga mos savollaringizga bag'ishlaymiz. Bir kungina endi hammamiz taqdirimizda bor o'g'il uylantirgan onalar, qaynona bo'ladi, qaynona bilan kelin masalalari, o'g'illarni ahil qilish masalalari, o'g'illarga to'g'ri adolatli munosabat masalalari. Bir kunini unga bag'ishlaymiz. Bir kunini er-xotin munosabatlariga, xiyonatni oldini olish, masalan, mehr-muhabbatni alangalatish, bardavom qilish, shu masalalarga bag'ishlaymiz. Va qolganini shunaqa tematikalarga bo'lib o'tkazsak degan taklifim bor. Menimcha siz bunga qarshi emassiz. Xo'p, endi savollarga qarasam, savollarga birin-serin javob bersak. Xo'p, Dilbarxon yozyaptilar, ismim Dilbarxon, yoshim 42, kitob mutolaasini juda sevaman, lekin fikrlarim tarqoq, ruhan tushkunroq yuraman. Ko'pincha shaxsiy rivojlanishim, aniqroq ruhan o'sishim uchun nimalarni tavsiya qilasiz? Shaxsan o'zingizdan deyaptilar. Insonning ruhiyati har xil bo'lishi bu norma.
tabiiy holat. Bizlar yashar ekanmiz, har xil insonlar bilan muloqotga kiramiz. Ba'zi insonlarga tabiatdagi o'zgarishi, yomg'ir, momaqaldiroq, issiq, sovuq u ham ta'sir qiladi. Ba'zilarga insonlarning gapi ta'sir qiladi. Ba'zilarga shunday qarashini o'zi ham ta'sir qiladi. Bu hammasi individual holat bo'ladi, lekin hammada bo'lgani uchun insonni kayfiyatini ko'tarish bu faqat o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Buni ham o'rganib olish kerak deb o'ylayman. Chunki sizga hamma aytishi mumkin. O'ylama buni, o'zingga olma, orqaga tasha, kayfiyatingni zo'r qilib yur deyiladi. Lekin bu aynan qanaqa qilinishini insonlar o'rgata olmaydi. Buni eplash kerak. Chunki agar sizni o'sha ruhiy quvvatingiz kuchli bo'lsa, ruhiy quvvatingizda yoqimli, ijobiy energiyalar, ijobiy emotsiyalar, hissiyotlar ko'payib ketsa, sizning ruhiyatingiz hech ham tushkunlikka tushmaydi. Zo'r bo'ladi. Kitob o'qishingiz juda ham yaxshi ekan, Dilbarxon. Kitob mutolaa qilish bu ma'naviy ozuqa olish. Odam och qolsa ovqat yeydi-ku, ma'naviy och bo'lsa, yaxshi ma'noli kitob o'qish, bama'ni, qiziqarli bama'ni film ko'rish odamga insonni ruhiy boyitadi, to'yintiradi. Shuning uchun fikrlaringiz tarqoqligi, savollar ko'p, javoblar topa olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Ularni hammasini xolis o'tirib, erkin, o'zingiz, hech kim yo'q joyda, sovuqqonlik bilan, qani nima ekan, nima qilsa bo'ladi, mana bunaqa yo'li bormikin, bu yo'li bormikin, qaysi biri manfaatli bo'ladi degan xolis bir fikrlash, o'zingizga vaqt ajratishni tavsiya qilaman. O'shanda har bir savolingizga javobini aniq topib qo'ysangiz, keyin fikringiz hamma narsaga tarqab ketavermaydi. Umuman xotira uchun ham ishlash kerak. Bizada shu gerontologiya asosida birinchi navbatda keksalikni oldini olishda xotirani mustahkamlashga juda ham katta e'tibor, ahamiyat qaratamiz. Uni turli o'yinlar, motorika, retorika bilan to'g'irlashga harakat qilamiz. Shuning uchun harakatda barakat bo'ladi, xotira uchun ham ishlash kerak. O'qigan kitobingizni albatta farzandlaringizga aytib bering. 1 bet o'qidingizmi, 2 bet o'qidingizmi, ularni o'tkazib, qiziqarli qilib so'zlab bering. Qayta so'zlaganingiz sari o'zingiz ham xotirangizda qoladi, nutqingiz rivojlanadi, harakatlaringiz xotirangizga xizmat qiladi, manfaatli bo'ladi. Ruhaniy tushkunlik temperament bilan bog'liqmi? Ha, temperament bilan bog'liq. Shunaqa temperamentlar bor, 4 ta temperament bor. Bu haqida yana keyingi darslarimizda bafurcha gaplashamiz. Melanxoliklarni ruhiy tushkunlikka tushishi oson bo'ladi. Ular tez arazlab qolishadi, ancha payt bundan chiqolmay yurishadi, temperamentga bog'liq. Lekin hammasini chorasi bor. Undan chiqish yo'llarini mashq bilan o'ziga singdirib, ovozda bilan ishlab chiqib ketish mumkin bo'ladi. Men o'zimni doim yolg'iz his qilaman deyapti. Onashim, ismingiz Barmo ekan. Aslida inson yolg'iz keladi. Ming opa-ukasi bormi, farzandlari bormi, inson yolg'iz kelib yolg'iz ketadi. Yolg'iz insonni yolg'izi yori Xudo deydi. Bu o'zimni hayotimdan ham aniq misol. Opa-singlim yo'q, aka-ukam yo'q, bilasiz, alhamdulillah, oilam, farzandim, nabiralarim bor. Lekin qalban, ruhan faqat Alloh bilan gaplashaman. Dardimni aytaman, hasratimni aytaman, quvonchimni aytaman, talablarimni aytaman, orzularimni aytaman. Qalbingizda, dilingizda Alloh bo'lsa, siz o'zingizni yolg'iz his qilmaysiz. Chunki Alloh qodir zot, Alloh eng kuchli zot. Undan boshqa sizga yordam beruvchi yo'q. Bandalar ma'lum muddat dalda taskin berishi mumkin, qo'yingiz ko'tarishi mumkin, lekin asosan Alloh bizning yorimiz bo'ladi. Allohga nima dardingiz aytsangiz, mushkullaringiz oson bo'laveradi. Bunga ishonavering, 100%, 200% javob beraman. Xo'p. Va alaykum assalom. Jurnalistika paytingizdan beri azizim ko'rsatuvi Bekajon gazetasidan beri taniyman, deyapti. Bekajonni intervyular bergan edim. Shundan bitta narsa aytmoqchiman. Bekajonni bitta intervyumda savol berishgan. Nima uchun hozir yoshli besabr deb so'rashgan. Nimaga yoshli besabr, kelinlar besabr bo'lib ketyapti? Bu bilasizmi, bir 10 yil oldingi savolda. Shunda men aytganman, o'zi sabr xususiyatini ham, fazilatini ham shakllantirib bilish kerak. Sabr degani bu kutish degani, sabr degani qanoat qilish degani, sabr degani bosiqlik, bazminlik bilan rejalab, o'zini o'zi tarbiyalab, intiq bo'lish degani. Xo'p, hozir biz qaysi ishimizda sabrga zarurat bor? Oddiy choy qaynatishni oling. Oldingi shu 100 yil, 200 yil oldin qumg'onlarda, samovarlarda choy qaynatishgan. Uning uchun o'tin yig'ib kelishgan, uni qo'yishgan, suvni u buloqdan olib kelishgan. Buni sizlar bilasizlar. U bitta qumg'on, bitta samovar choy qaynagunicha
qancha muddat vaqt o'tgan. Shunga ayoli sabr qilgan. Shunga oila sabr qilgan. Samovar qaynadi, kelinglar choy ichamiz. Men buvimlar ham samovar choy qo'yardilar. Kelinglar samovarim qaynadi deb choyga chaqirardilar. Bizda hozir shunday gazi yoqsak, shunday tepali yoqsak, choylar qaynayapti. Sabr tarbiyasiga bizda ehtiyoj bo'lmayapti hozir. Shuning uchun besabr emas, Bekajonga ismga tushgan shuni aytyapman. Xo'p, boshlagan ishlaringizni Alloh xayrli, barakatli qilsin debdilar azizimlar. Rahmat sizga kattakon. Va alaykum assalom. Qiziqib ko'raman sizni debdilar. Rahmat. Kecha eshitib xursand bo'ldim, poyladim. Ming rahmat e'tiboringiz uchun. Onajonlar maskani bir oyga necha pul debdilar. Bunga ham javob beramiz. Biz har kuni ishlamaymiz. Mana shu 10 yil davom bo'lgan bo'lsa, bu yangi ish bo'lgani uchun, bizning respublikamizda hali hech kim qilmagan ish bo'lgani uchun, biz har bir ishni tajriba orqali o'rganib qilganmiz. Yarim kunlik bog'chalar qilganmiz, yarim kunlik klub deydigan bo'lsak, bunda har kuni kelinardi. Ertalab kelib, nonushta qilib, mashg'ulotlar, darslar o'tib, ruhiyat ko'targandan keyin peshinda tushlik qilib qaytishardi. Keyin bilindiki, yosh katta odamlarga ozgina bo'lsa ham oyog'ini uzatib, yotib dam olish kerak ekan. Shuning uchun keyingi hozirgi sharoitimizda, faoliyatimizda albatta peshingi o'sha ruschada tixi час deydi, yotib dam olish bor, imkoniyati bor. Ko'ykalarimiz bor, ya'ni ular mashg'ulotlardan keyin tushlik qilib peshingi ibodatlarni qilib bo'lgandan keyin bir parcha o'zilib dam olishadi. Yana keyin polnik deymiz, yana choylar ichib 5 larda tarqalishadi. Ertalab 9 dan 5 gacha bo'lgan faoliyatimiz, taomlanish hammasi bir kuni 250 ming so'm. 250 ming so'm. Bu kunora ishlaymiz. Hozir har kuni emas, dushanba, chorshanba, juma kunlari. Nega bunaqa qildik desak, har kuni kelishga, ba'zi onaxonlarimiz aytadi, har kuni qilinglar, biz zerikamiz uyda, har kuni kelamiz deyshadi, lekin har kuni baribir ham toliqtiradi. Chunki necha yosh bo'lsa, 60, 70, 80 yoshli onajonlarimiz bor. Ularni ham o'ziga ajratilgan kuni vaqti bo'lishi kerak. Zarurat bor, yurishlari bor, gaplari bor, vrachga uchrashlari bor, nabira qarashlari, qorovulchilik ishlari bor. O'zlariga yarasha xizmatlari, mashg'ulotlari bo'lgani uchun biz kunora qilganmiz. Shunda bir oyda 12 marta kelinadi. 12 martani endi 250 ko'paytirsangiz bir oyligi 3 million bo'ladi. Narxini aytishda oldin xijolat bo'lar edim. Qimmat bo'lib ketyapti, unaqa qiynamaslik kerak derdim. Boshidagi faoliyatimizda ayollar aytishgan buncha qimmat nimaga, lekin bitta masala bor bu yerda. Men bu masalaga qat'iy ishonaman va talab qilaman. Bu pullarni onajonlar o'zlari pensiyasidan to'lash kerak emas. Kerak emas azizim. Mana shu onaxonlar 70 ga chiqqan, 80 ga chiqqan onaxonlar bitta farzand katta qilganmi, 4 tami, 5 tami farzandi uchun zarur bo'lganda oyog'iga poyabzalam topib bergan, o'quv qurollari topib bergan, qishki yozgi kiyimlarini topib bergan, yaxshi ovqatlar qilib bergan, hamma narsani topib bergan. Ma'lum vaqt 20-25 yoshga chiqquncha haligacha bo'lsa ham nafaqa pullarini farzandlariga, nabiralariga ilinadi bizlar o'zbek onalar. Endi kuchdan qolib nafaqaga chiqqan paytida shu voyaga yetgan o'g'il qizlar, shu onasining mehrini, mehnatini, zahmatini ko'rib ulg'aygan o'g'il qizlar o'rtada pul tashab bo'lsa ham bir oyga onalarini bizadagi maskanga olib kela olmaydimi? Olib keladi. Bemalol olib keladi. Faqat bu haqda bilish kerak, xohlash kerak va hamjihatlikda onajonlarni yo'naltirish kerak xolos. Chunki bir yilda 365 kun bor bo'lsa, bir yilda 2 marta sanatoriyga yuborsangiz ham, mayli qancha sarf xarajat qilasiz, o'zingiz bilasiz, 20 kun umrlari o'tadi. Yana dam olishga dachaga olib borarsiz, haj umraga olib borarsiz. 365 kunni to'ldira olmaysiz. Ular bilan har kuni shug'ullana olmaysiz. Nega? Har kuni yonlarida o'tirsangiz, onalar o'zi aytadi, "Yo bolam bor, ishingni qil, tirikchiligingni qil, bolalaringga qara, ularga vaqt ajrat" deydi. Onalar o'zi qo'ymaydi. Endi shuncha mehnatlarni qilgan insonlar och emas, yalang'och emas, sharoitlarni zo'r qilib bergansiz. Oddiy sabab zerikish. Bu yerda faqat zerikish. Zerikib o'tirgan onaxonlar ko'ngilini yozib, chaqchaqlashib, o'zlaridagi ayollar bilan suhbatlar qurib, yana xotiraga ishlab, tana uchun salomat LFK, ya'ni ijtimoiy mashg'ulotlar qildiramiz, kuchlariga yetgancha, oyoq, qo'l, bel og'riqlariga mashg'ulotlar qildiramiz. Xullas, kompleks deydi-yu, to'laqonli ularni sog'lom bo'lishlariga
ahamiyat berib nazarda tutib mehnat qilamiz. Bizni jamoamiz hammasi fidoyi, ko'ngli ochiq, samimiy insonlar, ayollar. Hammamiz faqat bular xursand bo'lib, ham chiroyli bo'lib ketishlari uchun harakat qilamiz. Ishonavering, bizda aromaterapiya bor. Bizga hinini qo'yamiz qo'llariga, qoshlariga, yuzlariga muolajalar qilamiz. Hammasi shu xarajatlarning ichida astoydil mehnat bilan, mehr bilan shunaqa qilamiz. O'shanga o'ylaymanki, ishimiz baribir ikki dunyo manfaatli. Narxlari shunaqa. O'shaning uchun o'g'il qizlar mayli ketma-ket har hayitda, bayramda kiyim, ko'ylak, libos olib bermangda, o'rtada pul tashab, siz bir oygagina yuboring, effektini, natijasini ko'rasiz. Onajoningiz umuman o'zgaradi. Kayfiyatlari o'zgaradi, yashagilari keladi, yosharadilar haqiqatda, ishonavering. Bizning natijalarimiz, tajribalarimiz bor. Alhamdulillah, buni hech kim inkor qilmaydi. Kelganlar hammasi minnatdor bo'ladi. Bundan bizning boshimiz osmonlarga yetadi. Xo'p, mana kelinlar to'g'risida kelyapti endi. Kelin olish arafasidaman. Kelinga munosabatni ham ayting. Boshida kelinga mehr berish normalmi deyishyapti. So'zlaringiz tinglasam ko'nglim taskin topadi. Rahmat. Ovozi past kelyapti, balandroq qilish iloji bormi deyishyapti. Balandroq gapiraymi? Savoli bor, maslahat bering, ichida ayta olmaydigan. Mana boshqa jam o'zi savollaringizni direktimizga yozing. Yozib qoling, albatta biz unga javob beramiz saralab. Shaxsan o'z bilan bog'lanish iloji bormi? Qashqadaryo viloyatidanman. O'zim bilan bog'lanish iloji bor. Biz sizga telefonlarimizni beramiz. O'ylab yuribman, anchadan beri bog'lanmoqchiman. Rahmat, yosh ko'rinishingiz va siri nimada? Sirini doim o'rgataman. Odam ichida o'zi to'g'risida nima o'ylasa, sirti shuni ko'rsatib beradi. Har doim aytaman, bizani tanamizni ruhimiz boshqaradi. Ruhiyatimiz yengil bo'lsa, yoshman, hali kuchim ko'p, hali g'ayratim bor, qiladigan ishlarim ko'p deganimiz sari tanamiz shunga moslashib boradi va bizga imkoniyat yaratib beradi. O'shaning uchun ichimda hamma o'zi kelgan ayollarga ham aytaman, yoshingizda minimum 10 yoshni olib tashlang deyman. 60 yosh bo'lsangiz 50 yoshman deb o'ylang deyman. 50 yosh bo'lsangiz 40 yoshman haliman deb o'ylang, 70 bo'lsa 60 deb o'ylang deyman. Kim urushadi bizani shunaqa desak? Kim urushadi? Hech kim urushmaydi. O'shaning uchun o'zingizni yoshman deb his qilsangiz, tanangiz shuni aytib beradi va rejalaringiz, harakatlaringiz shunga munosib bo'ladi. Xo'p, 18-19 yoshli qizlarga juda ham chiroyli tarbiya berish uchun yana nimalar qilsak bo'ladi? Samimiy, go'zal muomalali bo'lishini juda xohlayman. Bizda shunaqa kurslarimiz bor. Endi sizga bitta savol bilan ayta olmayman. Eng birinchi aytadiganimiz, onalar o'zi ibrat bo'lish kerak. Onalar o'sha qizni atrofidagi xolalari bormi, kenaylari bormi, ammalari bormi, ayol kishi, qo'ni-qo'shni ayollar, qo'ni-qo'shni kelinlar ham ibratli bo'lsa va siz uni nazarini o'shalarga qaratsangiz, gaplaringizni aytib tursangiz, mana paronchi xolayni qara, unaqa yaxshi ish qildi, san ham shunaqa bo'lgin deb aytmang, unaqa demang. Faqat bilvosita tarbiyada shuni aytib ketavering. U baribir bunga e'tibor qaratadi. Qarang, yaxshi ish qildi, farosatini qarang, hammani ko'nglini oldi, hamma xursand bo'ldi deb ta'kidlab ketaversangiz, qizlar o'shalardan o'rgana boshlaydi. Lekin buni o'zi asli o'rgatadigan programmalarimiz ham bor, kurslarimiz bor, juda ham qimmat emas. Yana baribir tavsiya qilaman. Bunaqa kurslar juda ham ko'p, xususan o'zim ham qatnashadigan o'sha qizil pomadani tavsiya qilaman, reklama qilaman. U yerda ham yaxshi mutaxassislar, xususan shularning ichida men ham o'zim fikrlarim, darslarimni berganman. Ilohi qizlar baxtli bo'lsin. Xo'p, yana u shaxsan o'z bilan bog'lanish. Rahmat. Imkon bo'lsa, yana telefon raqam bering. Aziz opajonim deyishadi. Men bundan xafa emasman. Juda ham ko'pchilik meni Aziz opa deyishadi. Azizim ko'rsatuvini tayyorlagani uchun deb bilaman. Bundan xafa emasman. Ismim Umida Amina Usmonova. Aziz opa ham bo'laveraman, mayli. Xo'p, Aziz opajon, sog' salomatmisiz? Mani onamning yuragi og'riydi, rosa xafa bo'ladi, ko'p yig'laydi, tushkunlikka tushib qolgan. Sog'aymayman deydi, debdilar Diloromxon. Onashim, ruhiy tushkunlikka tushish hamma insonda uchraydigan holat. Faqat ba'zilar bundan oson chiqib ketadi, ba'zilar qiyin bo'ladi chiqishi. Bunda albatta yonidagi insonlarni, xususan mutaxassislarning yordami kerak. Doimiy tushkunlik bu dardni oshirib yuboradi. Doimiy tushkun bo'lgan odamlar
o'ziga dushman bo'ladi. Siz unaqa xohlamaysiz, lekin sizni chorangiz yo'q, ilojingiz yo'q, gapingizga kirmaydilar, ko'ngillari ko'tarilmaydi. O'shaning uchun mutaxassislarga qarash kerak. Doimiy tushkunlikka asosida nima yotadi? Asosida doimiy yoqimsiz holatlar yoqadi. Ya'ni atrofidagi insonlarning gaplari, bo'lishi mumkin haqoratlari, bepisandliklari, bo'lishi mumkin ko'p tanqid qilishlari, shunaqa qilib yig'ilib ketaversa, insonda o'ziga bo'lgan baho ham tushib ketadi, o'zini hurmat qilmay qo'yadi, hech kim meni yaxshi ko'rmaydi deb o'ylaydi, ruhiy tushkunlikka tushadi. Bunday inson noiloj, nochor bo'lib qoladi va albatta ko'proq yig'laydi. Yana bitta jihati, shunaqa odamlar ko'proq yolg'iz qolishni xohlaydi va yana bitta jihati ko'proq uxlaydi. Uyqu dorilar ichadi, uxlaydi. Nega? Chunki real bo'lib turayotgan vaziyat, sharoit ularga yoqmaydi. Chora topolmaydi, vaziyatdan qochib qutula olmaydi. Shuni evaziga uxlab shundan nari bo'lishga harakat qiladi. Endi bunday vaziyatdan qanday chiqish kerak? Bunda kompleksni, ya'ni qo'shilishib davo choralarini ko'rish kerak. Bulardan biri albatta medikamentozni, ya'ni dori-darmon bilan davolanish. Buni nevrologlar, nevropatologlar qarashadi. Undan tashqari albatta psixolog yordam berish kerak. Uchinchisi oilasi yordam berish kerak, ya'ni ruhiyatini sog'lomlashtirish uchun, kayfiyatini ko'tarish uchun azizim. Nima bizga taalluqli yordamimiz desa, biz bajonidil yordam beramiz. Hozirgi tavsiyam bu tavsiya, lekin bu yerda mehnat kerak, ishlash kerak, yuzma-yuz individual konsultatsiyalar va o'sha albatta nevropatolog yordami, psixolog yordami va oilani shunga mos bo'lgan murosasi muhim deb o'ylayman. Xo'p, rahmat. Nima savollar yana? Ovoz past chiqyapti deyapti. Xo'p, mana menga yoqqani. Assalomu alaykum. Juda ham yaxshi ochibsiz. Bu joylarda Qo'qonda ham ochasizmi, deyaptilar. To'g'risi bunaqa takliflar bizda ko'p bo'lyapti. O'tgan yildan beri, 2 yildan beri xohlovchilar ko'p bo'lyapti. Shuni aytib ketmoqchi edim. 2 yil bo'lyapti mana bizani yurtimizda alhamdulillah o'zi ijtimoiy prezident huzurida ijtimoiy milliy himoya agentligi bor. Mana shu milliy himoya agentligi biz bilan bog'lanib hamkorlik qildik. Bizni ishlarimizni ko'rishdi, o'rganishdi va albatta tavsiya qilishdi. Bugungi kunda hurmatli prezidentimizni tashabbuslari, takliflari, talablari bilan xususiy sektor, ya'ni xususiy tadbirkorlar shunaqa joylar ochishsin degan qaror bor. Shunaqa tavsiya bor. Buni yo'lga qo'yish uchun subsidiyalar ham hatto beriladi. Buni agar qiziqsangiz, ochaman desangiz, birinchi navbatda joiz bo'lgani ma'qul, ya'ni o'zingizni bo'sh xonadoningiz, manzil bo'lgani ma'qul va keksalar zaif qatlam bo'lgani uchun ularga mos joy bo'lgani ma'qul, ya'ni bir qavatli, oyog'ini og'ritmaydigan, kirib chiqishlarga qiynalmaydigan, xullas talablarga javob beradigan joyingiz bo'lsa, siz bemalol ochsangiz bo'ladi. Agar endi aynan azizimdagi ochaman, siz bilan ochaman desangiz, biz bunga tayyormiz. Chunki men haqiqatda juda ham xohlayman. Bizda respublikamizda yoshi 60 dan oshganlar, nafaqa yoshdagilar 9% tashkil qilar ekan. Bu statistika 1 yil oldingi statistika. Ya'ni agar oddiy qo'pol aytadigan bo'lsak, bir 40 millionga yaqin aholi bo'lsa, 40 millionni 9% emas, 10% deydigan bo'lsak, bu qancha odam bo'lib ketadi? Yoshi katta odamlar jamiyatda ancha qismini tashkil qiladi. Ularni hammasini jalb qilish, yoshligini, salomatligini mustahkamlash, umrini uzaytirishga harakat qilish, bu qanaqa nima edi, unaqa savobli ishda, juda ham savobli ish va bunga albatta bizning davlatimiz ikkita qo'llab ko'tarib, qo'llab-quvvatlab albatta bunga yo'l ochib berishyapti. Yo'l ochib, ya'ni yordam berishyapti. Buni ochaman deganligi men shaxsan o'zim ham juda ham xursand bo'laman. Unaqa gaplar ko'p, Qo'qonda ham ochish mumkin, Farg'onada, Qashqadaryoda, Qattichi, Jizzaxda, Samarqandda, Xorazmda juda ko'p bizga takliflar chiqadi. Xo'p deymiz, endi o'sha nasib qilgan kuni bo'lmayapti-da. Nasib qilgan kuni bo'lsa, birga o'tirib gaplashsak, joylarni hammasini albatta birga ishlaymiz. Men juda xohlayman, ishoning, sizni oilangiz, sizni xolangiz, amakingiz hamma uzoq umr ko'rsin, san O'zbekistonning aholi ham uzoq umr ko'rsin, uzoq yashashsin, oilasini quyoshi nuri bo'lsin deb juda shuni xohlayman. Ochsa bo'ladi, Qo'qonda ham ochsa bo'ladi. Xo'p.
nima ekan yana ovoz past ovozingiz to'g'rilandimi? Xo'p. Yana nimalar yozilyapti bu yerda? Bular ko'rishsak, efirda ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat. Men ham xursandman e'tiboringiz uchun. Hurmatim cheksiz deyishyapti. Hammasi uchun rahmat. Yana boya bitta savol bo'lgan edi. Ikkita kelinim bor. Shularni murosaga keltirib, ahil, chiroyli oila qilib yurishlari uchun qaynona nima ishlar qilish kerak degan savol bo'ldi boya. Telegramdagi sahifamizga. Baribir bu qaynona kelin masalalariga borib taqaladi. Avvalo kelin qilayotganda nima maqsadda kelin qilayotganingizni bilishingiz kerak. Yosh katta bo'ldi, uylantirishim kerak, oila qilish kerak degan masala u aniq. Lekin aynan qanaqa kelin kerak sizga? Sizga mos, oilangizga mos, qanaqa kelin bo'lish kerak? Mana shu savolga javob berish kerak. Kimdir tavsiya qilgani uchun, o'g'lingiz o'zi topgani uchun yoki boshqa sabablar bo'lsa-yu, mayli deb uylantirdingiz, ikkinchi kelin ham boshqa sabablar bilan uylandi, lekin ikkalasi bir-biriga murosa qila olmayotgan bo'lsa, bitta tom ostida, bitta hovlida yashayotgan bo'lsa-yu, bir-birini ko'rishga ko'zi bo'lmasa, bundan ortiq azob, bundan ortiq qiyinchilik yo'q. Qaynona uchun ham, qaynota uchun ham. O'shaning uchun ikkita kelin, uchta kelin qilganlarga, qaynonalarga haykal qo'yish kerak. Ular nihoyatda boshqacha bir hurmat bilan munosabatda qudalar tanlayotganda, kelinlarni tanlayotganda va undan oldin o'g'illarini oilaga tayyorlayotganda harakatlarini jiddiy ko'rib chiqishlari kerak, shart. Bo'lmasa qiyin, chunki bitta kelin bo'lsa ham boshqa insonni farzandi, boshqa odamni emib kelgan, boshqacha siyosat bo'lgan u oilada, uy tutishda va hokazo. Sizni uyingizga kelib, botig'ingizga botib, yotig'ingizga yotib ketishi, bu sizni baribir ilmingizga, harakatingizga va sa'y-harakatlaringizga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ikkita kelin, uchta kelin to'g'risida qanaqa ahil qilaman deganda, bitta efir o'zida, bitta hozirgi savolda suhbatga javob bera olmayman. Chunki buni hamma tomondan ko'rib chiqish kerak. Agar borda siz bitta keliningiz bor, ikkinchisini olayotgan bo'lganingizda, avvalo olgan keliningizni o'zini fe'l-atvori qanaqa, qiziqishlari, qadriyatlari qanaqa, sizni bu oilangizni qanaqa qabul qiladi, nimasi yoqadi, nimasi yoqmaydi, hammasini bir ko'rib chiqib, tahlil qilib, shunga mos keladigan qizni imkon qadar uyingizga yana olib kelsangiz bo'ladi. Chunki opa-singildek bo'lib ketgan kelinlar ham bor, o'g'sillar bor. Lekin bir-birini ko'rishni istamaydigan, yuz ko'rmas bo'lib ketgan o'g'sillar ham bor. Oson emas, o'shaning uchun farzand boqib katta qilib oila qilganlar baribir ko'proq o'ylashimiz kerak bo'ladi. Bu haqda yana gaplashamiz keyingi darslarda deb o'ylayman. Hozir vaqtimiz ham ancha bo'lyaptimi? Yo'q, hali bor vaqtimiz. Vaqtimiz bor. Xo'p, ko'rsatuv deyman. Primo efirimizning oxirida keyingi darsda nima qilishni, qaysi mavzuda gaplashishni sizlar bilan birga gaplashib olamiz. Maylimi? Xo'p, yana nima savollar bor ekan? Shuhratjon, men balki ko'ra olmayapman. Bitta savol keldi, o'qib beraymi? O'qib bering. Bitta opamiz 2-3 marta yozdilar. Umida opa, nimagadir katta qizim bilan gapimizni bir-birimizga to'g'ri kelmaydi. Nimagadir bir-birimizni hech ham tushunmaymiz. Maslahat bering, iltimos 3 marta yozdilar. Shularga javob bering. Katta qizim bilan deyapsiz. Birinchidan sizga savolim bor edi, qizingiz necha yoshda? Kattami, kichikmi? Bizning tajribamizda bo'lgandan aytaman, agar bu qizingiz o'tish davrida, ya'ni o'sha o'smirlik davrida bo'lsa, bu normal holat. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, o'zimizda ham o'tish davrida shunaqa onamiz bilan ham ba'zi joylarda kelishmovchiliklar bo'lgan. Agar qizingiz kattaroq bo'lsa, o'tish davridan o'tgan, ya'ni 25, 30, undan ham kattaroq yoshda bo'lib ham siz bilan chiqisha olmayotgan bo'lsa, u alohida masala bo'ladi. O'tish davridagi qizlarda mana shu to'g'risida ham ko'p tadqiqotlar qilganman, ko'p tajribalarimizda bo'lgan. Bular bilan ishlash ancha qiyin. Ayniqsa bugungi hayotimizda turli o'zgarishlar, yangiliklar,
atrofdagi intrigalar paytida ular bilan ishlash qiyin bo'lyapti. Aksariyat yoshi 32da ekan. yoshi 32da bo'lsa, demak qarang, bizada bitta tajribamizda bo'lgan viloyatdan kelgan bir onaxon qizlari bilan xafa bo'lib, norozi bo'lib, yig'i-sig'i bo'lgan. Qizi aytadi, "Mani onam ko'rolmaydi mani, onam mani hech qachon yaxshi ko'rmagan, mehr-muhabbat bermagan, hali ham bo'lsa mani yerga uradi. 3 ta farzandim bor, yomon ko'radi." deb qiz shunaqa degan. Ona bo'lsa aytgan, "Bu menga mehr bermaydi, judayam toshdan qattiq, mendan hamma narsa qizg'anadi, jonim kasal bo'lsa ham menga qaramaydi, kasalman kel desam kelmaydi" degan ikkita ona bola bilan ishlagan edik. Ishlaganimiz davomida bitta savol bo'lgan. Hamma narsani gaplashib bo'lgandan keyin bitta savol berganmiz qiziga, "Ona bola bag'ringlarga bosasizlarmi? Onangiz sizni quchoqlaydimi? Bag'ringlarga oladilarmi? Birga yotib uxlaysizlarmi? Yo birgalashib ovqatlar qilasizlarmi?" desam, o'sha qiz dodlab yig'lab yuborgan edi. Dodlab yig'lagan, "Yo'q, onam hech qachon meni bag'riga bosmagan. Onam hech qachon menga bir onalik mehrini bermagan. Doim faqat tanqid qilgan, sen ozoda emassan, yalqovsan, sen bilolmaysan, anu-manu chiroylisan." Faqat shunaqa bo'lgani, bo'kirib yig'lagan. Ona bo'lsa, "Nimaga quchoqlayman buni? Nimaga meni onam ham quchoqlamagan? Men buni yaxshilab tarbiyalashni xohlaganman. Pishiq puxta qilib tarbiyalashni xohlaganman. Buni quchoqlayversam bu boshimga chiqib qoladi-ku" degan fikrda bo'lgan. Azizim shunday aytgan edim. Men juda ham rahmim kelib ketgan, lekin keyin yana 1-2 marta ko'rishganlarimizda onani o'zida qalbida juda ham ko'p armonlari bor. O'zini onasidan qolgan armonlari, buvisidan qolgan. Juda ham qattiqqo'l oilada, qattiqqo'l xonadonda katta bo'lgan ekan. O'sha alamlari qolib, mana shu yosh katta qizini ham qattiqqo'llik bilan tarbiyalab, shunaqa bo'lish kerak deb o'ylar ekan. Va bu mana shu 30 dan oshgan 3 ta bolali qizda juda ham katta, eng dunyodagi yaqin onam bo'lib turib meni tushunmaydi, onam bo'lib turib meni erkalamaydi, bag'riga bosmaydi, qo'ynimni ko'tarmaydi degan armonlarga sabab bo'lgan. Qizingiz bilan chiqishmayotganligini yaxshilab o'zingiz o'ylab ko'ring. Chunki mayli shu bolani o'zingiz katta qilgansiz, Alloh bergan shu farzandni. Nima uchun chiqishmayapsiz? Bu oldindan bo'lganmi, yoshligingizdan bo'lganmi, qaysarligi bo'lganmi, so'zingizga qarshi bo'lganmi, yoki buvlari o'rgatganmi, "Sani onang unaqa deb sizdan nari qilish bo'lganmi, qanaqa vaziyat bo'lgan?" Mana shularni o'zingiz yoshingiz kattasiz, 30 yoshli farzandingiz bo'lsa, 32 yosh, demak yoshingiz katta. Siz buni yaxshilab o'zingiz tahlil qilib ko'ring, analiz qilib ko'ring. Qachon bo'lgan, nima uchun bu hozir norozi bo'lyapti? U birinchisi. Ikkinchidan, balki qizingizni hayotida, turmushida yetishmovchilik bo'layotgandir. U ham bo'lishi mumkin. Hozir bu juda ham ko'p ko'rinadigan vaziyat. Yana ikkinchisi, balki u onangizdan aynan sizdan qizingiz mehr kutayotgandir. Sizdan taskin kutayotgandir. Sizdan yordam kutayotgandir. Hozir mana sizga gapiryapman-ku, lekin amaliyotimda ko'p bo'lgani uchun ba'zi qizlar hali bo'yniga o'tirib oladi deydi-ku, ataylab xohlaydi-da, mana shu endi qo'pol aytib parazitik holatni xohlaydi-da, onam qilib bersin, otam qilib bersin, onam qilib bersin, otam qilib berish kerak degan holatga o'tib oladi. Faqat siz qilib berishingiz kerak. Siz aybdorsiz, siz sababli shunaqa bo'lyapti hammasi degan aybdorlik hissiyoti bilan yashaydi. Bu tomoni bormi? Buni o'ylab ko'ring. Yana ikkinchi tomoni, nimaga uni qalbi unaqa agressiv, nimaga qarshi sizga? Nimadan norozi o'zi? Nimadan? Kimdir bir narsa deganmi yoki rostdan ham vaqt yetmagandan, oilangiz ishlari, turmush, yaqinlarning atrofidagi muammolar sababmi qizingizga kamroq e'tibor berganmisiz? Chaqirganda bora olmaganmisiz? Yordam so'raganda yordam bera olmaganmisiz? Nimadan bo'lgan? Mana shular hammasini o'ylab ko'ring. Lekin onachim, azizim, aytaman, bu bola sizni ichingizdan tug'ilgan. Begona, lekin bu o'zingizni bolangiz. Jon kuydirib, qiynalib, azoblar ko'rib, katta qilgansiz, dunyoga keltirgansiz. Nimaga u siz bilan yaqinlasha olmayapti? Demak, ichida yechilmayotgan masalalar bor, javoblar bor, savollar borki, javob yo'q.
savollar ko'p, javob yo'q. U chora topa olmayapti. Sizni baribir yoshingiz katta, siz tajribalisiz. Bolangizni ko'nglida nima borligini siz bilishingiz kerak. Buni ham direktimizga yozib yuboring. Aynan hech bo'lmasa 3 ta sababini o'zini ayting. Nima uchun norozi? Nimaga gapinglar kelishmayapti? Nima xohlayaptilar sizdan? 3 ta asosiy sababini ayting. Shunga qarab keyin yana chorasini ko'ramiz. Quchoqlashni o'rganmaganman, и не желаю, не жалею. Udarnik tushunaman. Ular boshqacha sharoitda katta bo'lishgan. Onam quchoqlashni xohlamayman deyaptilar. Endi 45 yosh ekanlar. Hamma oila har xil. Bilasizmi, o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, bolalarni yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Bag'rimga bosgan. Kimni bolasi bo'lsa ham, qayerda ko'chadamanmi, boshqamanmi, bag'rimga olgim keladi, quchoqlagim keladi. Nega? Chunki bolalar dunyoga kelganida suyangani, ishongani bu uni onasi bo'ladi. Otani ham yaxshi ko'radi, lekin ona bo'ladi. Onam meni himoyachim, onam meni o'rgatuvchim, onam meni qutqaruvchim, yordam beruvchim, o'rgatuvchim va albatta o'sha menga jonini fido qiladigan inson deb o'ylayman. Bitta oilada 4 ta farzand bo'lishi mumkin. 4 ta farzandga ona baravar hammasiga e'tibor, yordam, yaxshilik, o'sha shirin so'zlik, silab siypash, to'g'ri tarbiya berish, yo'naltirishi eplash kerak. Bo'lmasa nega 4 ta farzand ko'radi? Nega? U oddiy faqat farzandni ko'paytirish, norozi bo'lgan farzandlarni, xafa bo'ladigan, kutganini ololmagan, onasidan kutganlarini ololmagan insonlarni alamlarini muqarrar qilib qo'yadi. Yaqinda bitta rolik ko'rdim, qayta ko'rdim shuni. Bir qiz keladi-da, aytadiki, menga kitob bering, iltimos deydi. Qanaqa kitob kerak sizga desa, u aytadiki, anaqa yig'lagim kelyapti, dushi charchaganim uchun uzr so'rayman. O'sha ko'nglimni yengillatadigan, yig'latadigan kitob xohlamayman deydi. U bibliotekadagi odam, erkak kishi bo'ladi. U aytadiki, mayli shunaqa kitobim bor, yig'lagingiz kelyaptimi? Ha, yig'lagim kelyapti deydi. Unga bitta kichkina kitob beradi. Mana sizga kitob deydi. Bu kitob bor yo'g'i 12 betdan iborat deydi. Bu shunaqa kichkina kitobmi desa, ha deydi. Nima kitob bu desa, bu anaqa bolalikdagi meni alamlarim, детский travma deydi-ku, bolalikdagi alamlarim degan kitob deydi. Va shu 12 ta varodagi kitobda men javob topamanmi desa, ha, xohlasangiz men o'qib beraman deydi. Mana bittasida yozgan. Men dugonamdagi qo'g'irchoq xoladim, lekin onam olib bermadi va men yig'ladim. Men onamdan iltimos qildim bir narsani, onam ruxsat bermadi, o'sha joyga bora olmadim, men yig'ladim. Desa, u qiz aytadi, stop deydi. Menga bu kerak emas, to'g'risi, men 1 yil bo'ldi, onam vafot etgan, lekin men onamga bo'lgan nafratlarimni, onamga bo'lgan kechira olmasliklarimni dan qutulish uchun juda ham ko'p pul ishlatganman, juda ham ko'p psixologga borganman. Hammasi meni mana shu alamlardan, shu agressiyalardan chiqarishga harakat qilgan. Xo'p, natija bo'lganmi deb so'rasa, yo'q, natija yo'q, baribir yig'lagim kelyapti deydi. Keyin u kishi aytadiki, mayli sizda natija bo'lmagan bo'lsa, mana shu kitobni baribir o'qib ko'ring deydi. Va aytadi, mana shu kitobda yozilgan, mana masalan, men bu betda yozganki, onam menga erkaklar bilan qanday munosabat qilishni o'rgatmagan, chunki otam bilan munosabati yaxshi bo'lmagan, otam bilan doim urushgan va otam bizni tashlab ketgan. Desa, bo'ldi, to'xtang, men buni xohlamayman deb yig'laveradi. Aytadiki, mana onamni 1 yil bo'ldi vafot etganiga, men yana o'sha narsalarni o'ylab, yana shularga siqilishni istamayman. Boshqa kitobingiz yo'qmi desa, bor deydi-da, bitta katta kitob beradi. Mana shunaqa katta kitob bo'ladi. Bu katta kitob ekan-ku, bu qanaqa kitob desa, oching deydi. Bu kitob sizni onangizni bolalikdagi alamlari haqidagi kitob deydi. Sizni bolalikdagi alamlaringiz kichkina kitobcha bo'lsa, onangizni armonlari, alamlari bu rosa katta kitob bo'ladi. Shunaqa bir video ko'rdim. Keyin aytdimki, endi bu aslida ruslarning ishlagan videosi ekan. Bizda mentalitetimizda onalardan xafa bo'lish mumkin emas.
azal qadriyatlarimiz shunaqa bo'lgan. Bu ona, bu ota, u imkoni boricha otalik, onalik qilgan, imkoni boricha tarbiya bergan. Uni muhokama qilish, uni yomonlash bizda mumkin emas deyilgan. Lekin zamon o'zgarib boryapti. Har xil fikrlar beruvchi, har xil yo'llar bilan fikrini o'zgartiruvchi, bu orqali manfaat ko'ruvchi, pul ishlovchilar ko'payib ketdi va onang senga yaxshi tarbiya bermagan, onang senga vaqtida e'tibor qilmagan, sen becharasan, sen shunaqa hamma maza qilgan, sen becharasan, ota-onang aybdor degan gaplarni ko'p o'rgatishyapti. Men shaxsan bunga qarshiman. Bu haqiqatda mumkin emas. Bu mumkin emas. To'g'ri, onalar imkoniyatidan kelib chiqib, sharoitidan kelib chiqib, vaqtidan, bo'layotgan vaziyatlardan kelib chiqib bizga otali onali qilgan. Lekin nima bo'lgan bo'lsa ham umrini baxshida qilgan. 100% bo'lmasa ham 50%, 60%, 10% bo'lsa ham umrini baxshida qilgan. Bundan buyog'i qolganlari voyaga yetdingizmi, kattamisiz, o'zingiz umringizni, hayotingizni, taqdiringizni, topish tutishingizni, orzularingizni o'zingiz boshqarishingiz, o'zingiz tanlab olib borishingiz kerak. Boshqa gap yo'q. Bu yerda otam aybdor, onam aybdor deb yig'lab yurish, ulardan norozi bo'lish, vafot etib ketgan bo'lsa, ayniqsa vafot etgan bo'lsa ham norozi bo'lish, bu bizni mentalitetimizga, qonun qoidalarimizga, insoniylik qonun qoidalarimizga to'g'ri kelmaydi onash. Chunki biz ham farzand katta qilyapmiz. Biz ham umrimizni baxshida qilyapmiz. Vaqtimizni, mehnatimizni, kuchimizni yo'qdan bor qilib, yo'qdan yo'ndirib bo'lsa ham qilib beramiz. Shuning uchun onangizdan xafa bo'lishni, bas qilishni tavsiya qilaman. Chunki siz ham onasiz, siz ham bolalaringiz bor. Harakat qiling, boricha qabul qilishga. Ya'ni bu vaziyat shunaqa bo'lgan. Onam iloji bo'lganda, imkoni bo'lsa dunyolarni olib berardi, qilib berardi. Lekin o'sha paytda buvimga qaragan, masalan, o'sha paytda yoki uyimiz bo'lmagan, onam ishlashlari kerak bo'lgan, pul topishlari kerak bo'lgan yoki kimgadir qarashlari kerak bo'lgan degan fikrlarni o'zingiz olib, o'qib, yomonlamasdan, to'g'ri tushunib, faqat minnatdorlik bilan farzandlaringizga ibrat bo'lishingizni xohlardim. Men mana shuni to'g'ri deb o'ylayman. Yana nima savolimiz bor? Ha, ba'zilar deyapti, mehr muhabbatini etolmaydi. SMS da ham etolmaydi hattoki deydi. Mehr berishni ham o'rganish kerak, o'rgatish kerak. Mehr bersangiz, mehr olasiz. Uyalmang, ba'zilar ko'pchilik o'ylaydi, erkalanib ketadi bolam, juda erka bo'lib ketadi, erkalash kerak emas, qattiqqo'l bo'lish kerak. Mana shu tarbiyani o'zi ham juda ham katta ilm. Yillar o'tib ketaveradi, umr o'tib ketaveradi, lekin bolangiz sizga mehr berishi, sizni tushunishi, mehr muhabbatli bo'lishi, rahm shafqatli bo'lishi uchun ham, buning uchun ham mehnat kerak, ishlash kerak. Hamma narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bugungi kunda muammolar, masalalar, mana har kuni nechta odam bilan gaplashamiz, oson bo'lmayapti hozir. Bolalarning mehrini qozonish, ularni yaxshi ko'rish bu oson bo'lmayapti. Bu ishlash kerak bo'lgan masalalar. Xo'p, nimalar yana bo'lyapti? Mana odamni quchoqlashni o'rganmaganman. Qaynona, qaynopalar issiq sovuq qilib turmushdan ajratgan bolamni hayotini maslahat bering, oilasi iloji bo'lsa. Menga shirin gapirmaydi, keliniga yaxshi gapiradi. Sharchanga rahmat. Qizini gapiryotdi. Kimni qizini? Tak, yaxshi eshitmay qoldimmi? Javoblaringizni qayta boshdan eshitib oldim. Oilangiz haqida aytsangiz debsiz. Mayli, oilam haqida aytib beraman. Oilam 3 ta farzandim bor. Alhamdulillah, turmush o'rtog'im bor. 41 yillik turmushmiz. Oilamiz ziyoli, ota-onalarimiz ham ziyoli, qayntalarimiz ham.
alhamdulillah. Ikki qiz, bir o'g'limiz bor. Nabiralarim bor, katta bo'lib qolishdi, xudoga shukr. Farzandlarim bilan hissiyotlarim, fikrlarim bilan ko'p gaplashganman. Ehtimol opa-singlim bo'lmagani uchun, aka-ukam bo'lmagani uchun, adam vohli o'tib ketganlar, onajonim ham o'tganlari 20 yildan oshdi. Onamda kichkinaligimda aytardilar, mana shu oila qurganimda ham, hali sani o'zingni bolalaring o'ki bo'lib ketadi senga. Hali ular mehr muhabbat ko'rsatadi. Shunda ular xuddi opa-singildek yaqin jigar bo'ladi. Endi Alloh bergani shu deb aytardilar onam rahmatli. Hozir rostdan ham shunaqa. Katta farzandim 40 ga to'ldi. Alhamdulillah bu yil 40 ga to'ldi. Qolganlari ham katta bo'lishyapti, nabiralarim ham katta bo'lyapti. Ular menga haqiqatda hozir opa-singildek gap. Opa-ukadek gap. Kelinim borlar bitta, alhamdulillah. Kelinim ham qizimdek. Jahlim chiqqanda urishaman, yo'lga solaman. Ko'nadilar, gapimga kiradilar. Kelinlarim ham shunaqa. Tushgan joylari ham tushungan, ilmli, ibodatli insonlar hammaligi maslahatlashib, kelishib turmush qilishadi. Meni murodim bir-birini hurmat qilib, mehnat qilib, mehnatlarimizni ro'yobga chiqarib, bizga shon sharaf, rahmat keltirsa xursand bo'laman. Lekin ko'pincha o'zlariga ishonaman. Hamma narsaga aralashurmayman. Qizlarga ham, kuyovimga ham, o'g'illarimga ham, yoshlariga, o'zlarining aql idroklariga, tajribalariga suyanaman. O'zlari zarur bo'lganda maslahat beraman. Hamma narsaga aralashurmayman, chunki ularning o'zini harakatlari bor, o'zlarining xohishlari bor. Bu ularning o'zini ishi deb o'ylayman. Zarur vaqtda yordam so'rasa, yordam beraman. Xo'jayinim ham shunaqalar, o'zi ham ko'proq gaplashaman. O'zi asli farzandlaringiz bilan gaplashishingiz kerak. Farzandlaringiz sizga ta'sirli bo'lgan voqealarni eshitishi kerak. Sizga qimmatli bo'lgan, sizga ta'sir qilgan, ruhiyatingizga ta'sir qilgan voqealardan boxabar bo'lish kerak. Ya'ni insonlardan ko'rib tajriba orttirganim bormi, hayratlanganim, hazil qilganim, yoqmagan jihatlar hammasini aytib berganman. Buni bir muhokama tarzida emas, bir mulohaza sifatida aytib berganman. Shuni orqali tarbiyalaganman. Lekin hozir mana ishonsangiz ham bo'ladi. Bugun mana qizlarim bilan gaplashishga meni vaqtim bo'lmadi. Chunki ish bilan, bank bilan, yana boshqa kelishuv ishlarimizda vaqtimiz bor edi. Soatlab qizlarim bilan gaplashish, unaqalarga vaqtim yo'q. O'g'lim ham ishdan keyin kechqurun gaplashamiz, kunimiz qanday o'tdi, nimalar bo'ldi. Mana shularni albatta gaplashamiz, fikrlar bilan almashamiz. Men ularga ishonaman. Sal charchaganim bilinyapti. Vaqtimiz kelib qolyapti 1 soatga. Sal charchaganim bilinyapti, ochig'ini aytaman. Muloqot ko'p, savollar ko'p. Xo'p, qachon olib kelsam bo'ladi deyishyapsiz onalaringizni ba'zilar. Albatta bizani o'sha doimiy call centerimiz bor. 830 30 03 99 kodli bog'lanib, albatta bemalol olib kelsangiz bo'ladi. Men ishonaman, hali bizani markazimizda to'lib ketadi. Ayollar, onajonlar to'lib ketadi. Hali odamlarni sig'dira olmay qolamiz degan ishonchim bor. Ya'ni yangi joylar ochishimizga ishonaman va bu manfaatli deb o'ylayman. Bilgan odamlar tushunadi, onasini olib keladi. Otalar uchun ochishni ham taklif qilishadi. Unga ham harakatimiz bor, niyatimiz bor. Inshaalloh Allohning izni bilan qilamiz. Xo'p, avgust oxirida boramiz. Uzr, menimcha imkon darajasida bugun harakat qildim siz bilan muloqot qilishga, jonli gaplashishga xursandman. Vaqt ajratganingiz uchun ham rahmat deb aytaman. Bitta savolga javob bersangiz, keyingi dushanbada aynan qaysi temada gaplashsak? Ishlarim to'g'risida gapirdim, rejalarim haqida gapirdim, imkon darajasida savollarga javob berdim. Aynan keyingi kelayotgan dushanbada qaysi masalada gaplashamiz? Qayna kelin masalasidaman
farzandlar tarbiyasi, ona bola masalalarimi, er-xotin masalasi nima deysiz? Hozir ko'rayotganlar marhamat fikrlaringizni ayting yoki bo'lmasa bizga o'sha direktga fikrlaringizni yozing. Biz albatta inshaalloh ko'rishamiz. Vaqt ajratganingiz uchun, e'tibor qaratganingiz uchun xursandman. Sizga faqat xursandchilik, yaxshilik va o'zingizni ehtiyot qilishingizni istayman. Dardlaringizni Allohim shifoli qilsin. Hozir ko'pchilikning endi o'ziga yarasha kasalliklari bor, charchoqlari bor. Yana nima murodlaringiz bo'lsa, birgalashib yana gaplashamiz degan niyatdaman. Xo'p. Farzand tarbiyasi deyapsiz, qizlar tarbiyasi haqida qaynona kelin, issiq sovuq haqida ham degan talablar bo'lyapti. Bu to'g'risida ham gaplashamiz. Demak, yoshlar farzand tarbiyasi, qaynona kelin. Demak, qaynona kelin haqida ko'proq ekan talablar. Hammasini ko'rib, demak, keyingida er va xotin degan gap ham bor. Tushunarli. Qolganlarini yana bemalol talablaringizga qarab xizmatingizda bo'lamiz. Bugun vaqtimiz kam bo'ldi, lekin boshida nima ishlar bilan shug'ullanayotganimiz, maqsadimiz nima ekanligini aytdim. Maqsadimiz xizmatingizda bo'lish, sizga foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling azizim. Sizni borligingiz, yashayotganingiz, oilangizni borligi, hamma orzularingiz sari xizmat qilayotgani hammasi juda ham ajoyib. Bo'shashmaymiz, kelajak uchun harakat qilamiz va maqsad sari intilamiz, birgalashib yaxshi kunlarni birgalashib qarshi olamiz. Omon bo'ling azizim, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling azizim, omon bo'ling. Xayr.